Xan tövrəmlərmi amalsız. Assalamu alaykum, Mahmudjon ukam, qanday ahvolingiz, yaxshimi, obdan turdingizmi? Bugun aldirashchilikda savollaringizga javob berolmay qolib qoldim. O 1944-yildagi Cumhuriyetning nomi Sharq Turkiston Cumhuriyeti, o aniq. Albatta, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti degan atalg'u o Ilxon To'ramning og'zidan bir qancha qatim ba'zi bir bunda bir musulmonlar yig'ilgan o'zaro faoliyatlarda biz islom hukumati biz musulmonlar deb bundaq so'zlagan. Chunki o'zi diniy olim bo'lganligi uchun, imom bo'lganligi uchun musulmonlarga so'zlagan so'zlarda shunday atalg'ularni ishlatgan. Lekin u Sharq Turkiston Cumhuriyeti Uyg'urlardan boshqa qozoq, qirg'iz, o'zbek bo'libmi g'uljidi bor shu vaqtdagi Uyg'urlar markaz, anadan boshqa qozoqlar albatta ko'p sonli xalq, undan boshqa yana bu o'zbeklar bor G'ulji shahrida. Azroq 1000 danaga yetmaydi, o'zbekning soni bek oz. Tatar bor 2000 atrofi tatar. G'ulji shahrida 5000 dan ortiq o'ris bor. O'rislar jiqroq. Bular shu 19-asrning oxiri bo'lib 20-asrning boshlarida aymish Sovet bolsheviklarga qarshi urush mezgilida bolsheviklarga qarshi turib kechib kelgan oq o'rislar degan shularning avlodi endi ular. Bolsheviklarga qarshi ideyadik o'rislar, Char podshohning ofitserlari, askarlari qizillarni so'qishib mag'lub bo'lib kechib kelgan. Ularning farzandlari, shuningdek ularning G'uljida tug'ilib cho'ng bo'lgan farzandlari bular hammasi 44-45larda 20 necha yoshli bolalar bo'lgan endi bular. Ular o'rislarning hammasi bu inqilob qatnashdi, aktivlik bilan qatnashib muhim harbiy vazifalarni atqardi. Shunga bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining bosh harbiy qo'mondoni boshda partizanlar 44-yil 7-noyabr kuni G'ulji qo'zg'oloni boshlangan chog'dagi qo'mondonlik tayinlagan odam sobiq Char podshoh armiyasining ofitseri. G'uljida 20 yildan ortiq vaqt yashagan Pyotr Romanovich Aleksandrov degan o'ris odam endi. Uyg'ur tilini biladi. Ammo 45-yilning 1-oyining oxirisi 2-oyining 5-idan boshlab shu G'uljida yashagan 20-yillardan tortib 20 yillar atrofida yashagan sobiq Char Rusiya armiyasining ofitserlaridan biri bu Ivan Polinov degan odam Sharq Turkiston armiyasining bosh qo'mondonligiga tayinlangan. Bularning hammasini Ilxon To'ram o'zi tayinlaydi-ku. Ilxon To'ram deganda yolg'iz o'zi emas, Ilxon To'ram rahbarlik qilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumat hay'ati deydigan hay'at bor, bu komitet. Bu o'rinning huquqini aytib cho'ng. Hamma nazirlarni, ministerlarni huquq tayinlash, harbiy komandirlarni huquq tayinlash va boshqa ishlarning hammasida qaror oladigan o'rin Sharq Turkiston hukumat hay'ati, hukumat komiteti. Mana shu o'rin belgilaydi. Buningda 17 nafar hukumat a'zosi bor. Keyin 45-yilning oxirisiga kelganda bu hukumat a'zolarining soni 20 necha ko'paytirilgan. Mana shular yig'in ichib, yig'inda qarorlarni qabul qiladi. Buningga riyosatchilik qilgan kishi Ilxon To'ram ham Sharq Turkiston Cumhuriyetining muavin raisi Hokim Bag'oji o'ltirdi. Ani bosh kotib, hukumat bosh kotibi Abdurahim Maqsum Ibrohimi buni shuningga kotibot ishlariga yetakchilik qiladi. Endi bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining nomining, davlat nomining rasmiy turda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deb atalganligi o rost, o haqiqat. Uni biz o'zgartirishga yoki uni almashtirib o'tishga bo'lmaydi. Chunki buningki aniq faktlari intayin ko'p. Hukumatning har qatimliq olgan jami 336 qatimliq cho'ng hujjatlari va hukumat qarori. Mush qarorlarning hammasida Sharqiy Turkiston hukumati, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti inqilobiy hukumati degan atalg'u ishlatilgan. Hatta 1945-yil 1-oyiningki 5-kuni hukumatning 4-sonliq qarornomasida rasmiy Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining mustaqillik xitobnomasi tasdiqlanib, mustaqillik xitobnomasi e'lon qilingan. Bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining rasmiy davlat mustaqillik xitobnomasi. 9 moddali xitobnoma. Bu xitobnomada Sharqiy Turkiston Xalq Cumhuriyeti degan atalg'um ishlatgan. Sharqiy Turkiston Xalq Cumhuriyetining mustaqillik xitobnomasi deb atalgan. Uningdan boshqa yana Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining jinoiy ishlar qonuni bor.
Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining jinoiy ishlar qonunida Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining jinoiy ishlar qonuni deb ilingan. Undan boshqa Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining barliq hujjat qarorlarining hammasida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, ba'zi chog'da Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti inqilobiy hukumati yoki ba'zida Azod Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti degandek nomlar qo'llanilgan. Hukumatning nomi shu. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, Azodlik Milliy armiyasi, Sharqiy Turkiston xalqi degan atalg'ular boshdan-oyoq keng qo'llanilgan. Hamda Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining 9 moddalik bu mustaqillik xitobnomasida islom dini Sharqiy Turkistondagi xalqlarning asosliq dini bo'lganligi uchun bu dinga alohida e'tibor berildi. Shuningdek, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetida yashagan har millat, har din o'xshashli barobar bo'ladi deb ilingan. Shunda bo'lganligi uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyetidagi, ya'ni Sharqiy Turkistondagi 13 millatning hammasini 12 millat asosli Xitoydan boshqa Xitoy bo'lmaydi demagan, ammo hamma millat barobar, hamma millatning huquqi, diniy e'tiqod erkinligi va boshqalar qo'g'dilindi deyilganda, mana buningga Ilhon To'ram, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti raisi, Ilhon To'ram, Ma'mun raisi Hakim Bag'o'ja, hukumat bosh kotibi Abdurauf Mahsum Ibrohimi bu qarorga imzo qo'ygan. Biz mana shu butun tarixiy hujjatlar, materiallar va undan boshqa shu vaqtdagi 46-yil 1-oydan boshlab chiqqan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti inqilobchil yoshlar tashkiloti, uning nomi shundoq. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti inqilobchil yoshlar tashkiloti deb atalgan tashkilotning Kurash nomli jurnali bor. Bu jurnalmi toki 48-yilgacha chiqqan. Bu jurnaldan boshdan-oyoq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deyilgan. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti G'ulji shahri adresida shundoq ishlatilganda, tashkilotning nomi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti inqilobchil yoshlar tashkiloti deyilgan. Buningda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deb atalganligi rost. Endi musulmonlar Islom Cumhuriyeti degan so'zlarni o'zaro ishlatgan, lekin davlatning nomi ana shundoq. Ammo Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti yana bu islom dinini asos qilgan bir jumhuriyat bo'lganligi uchun, chunki musulmonlar 90% dan ortiq butun Sharqiy Turkistonda bo'lganligi uchun bu jumhuriyat islom dinining belgisi bo'lgan oq ranglik islom diniy bayroqni qabul qilgan. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining yeshil oy yulduzliq davlat bayrog'i bo'lgan, oy yulduzliq yeshil bayroq bu davlatning simvol bayrog'i. Oq bayroq diniy bayroq. Bu hammasi o'xshash, rangi o'xshamaydi, faqat uningdagi oy yulduz o'xshash. Undan boshqa Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti armiyasiningki harbiy bayrog'i bo'lgan. Bu yeshil ranglik, shuningdek yana oy yulduz o'xshashlam. Buningga faqat Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligi uchun, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun olg'a degan xatlar yozilgan. Mana 3 xil bayroq ishlatilgan. Harbiy bayroq, diniy bayroq ham davlat bayrog'i. Davlatning nomi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti. Buningda butun hujjat, fotokopiya, hamma narsa qo'limizda faktlar bor. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deb atamdi, Xalq Cumhuriyeti demdi, Azod Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti demdi. Bular o'xshashli islom dinini qo'g'daydi. Islom dini shu musulmonlarning asosiy dini bo'lganligi uchun, butun xalqning dini bo'lganligi uchun alohida imtiyozga ega bo'lgan. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetida diniy ishlar nazorat qurilgan. Buning eng chong diniy olim mutaalli xalpitim nozir bo'lgan. Shuningdek, bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetida rus, bu xristian diniga e'tiqod qiladigan millatlar o'xshashli harbiy xizmat o'tab, bu jumhuriyat uchun o'zining kuchini qo'shganligi uchun bu Sovet ittifoqining o'rislari emas. Bu faqat G'uljida yashab, G'uljida o'tgan, keyingi vaqt qochib kelgan bu Sharqiy Turkiston uchun xizmat qilgan o'rislar edi. Shulardan qo'mondonlar tayinlangan. Demak, o'sha qo'mondonlar Polinovga o'xshash, Majarovga o'xshash shtab boshlig'i general bo'lgan bular, Ilhon To'ram ularga generallik unvoni bergan. Bular o'xshashli Sharqiy Turkiston uchun xizmat qilgan. Undan boshqa Mo'ng'ullar bor, Mo'ng'ullardan polk tuzilgan, Mo'ng'ul polki, batalyonlar tuzilgan, undan boshqa yana bu shivalardan eskadron tuzilgan, otliq eskadron. Bular ham musulmon emas millatlar. Bular o'xshashli Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining ana shu oy yulduzliq bayrog'ini ko'tarib, Sharqiy Turkistonning ozodligi uchun Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa xalqlar bilan bir safda tang jang qilib, nurg'un odamlar qurbon bo'lgan. Shuning uchun Sharqiy Turkiston hukumati Ilhon To'ram boshchiligidagi
Bu azatlık uchun bütün Sharqi Turkistonninki azatligi, mustaqilligi uchun hamma xalqlarni birlashtirib, bir Sharqi Turkistonning yeshil davlat bayrog'i ostiga to'plab, ularni Xitoyga qarshi janglarga yetakchilik qilib, shunchalik 40-50 ming kishilik Xitoy armiyasini Manas daryosidan qo'g'lab, butun Sharqi Turkistonni ozod qilishga oz qolganda inqilobga yordam bergan, harbiy kadr evatgan, tanka zambiraklarni bergan, har xil miltiq, pulemyot qatorliq o'q yaroqlarni, qurollarni bergan ana shu Sovet ittifoqi siyosatini o'zgartib birdal to'xtatib, ularni Xitoy bilan suhbat o'tkazishga, bitim tuzishga majbur bo'ldi. Shu vaqtdagi dunyo vaziyatining ehtiyojiga asosan Ilhon To'ramlarmi amalsiz ularning gapini anglashga majbur bo'ldi, oxiri bitim tuzildi. Lekin baribir Sharqi Turkiston hukumati, inqilobiy hukumati har xil nomda, har xil shaklda armiyasi yana shu davlat bayrog'ini toki 49-yilning oxirisigacha davomlashtirdi. 3 viloyatda ili Tarbag'day Oltoyda o'zining mustaqilligini davomlashtirdi. Xitoyning bir dona askari Manas daryosining g'arbiy tarafiga o'tolmadi. Bular yana tirkishib toki oxiriga yetdi. Oxiri Stalin hukumati Sharqiy Turkistonni butunlay Xitoy kommunistlariga setib, qurbon qilib, Xitoy kommunistlarini Sharqiy Turkistonga boshlab kelib, bu joyni Xitoyning qo'liga topshirib berdi. U vaqtdagi dunyo vaziyati, dunyoning siyosiy vaziyatiga qarab, Sovet ittifoqi Stalin hukumati o'zining ehtiyoji, siyosiy ehtiyoji, davlat manfaati uchun Sharqiy Turkistonni to'liq qurbon qilib tashlab o'tgan edi. Ilhon To'ramni oraliqda ketib, Toshkentga o'rinlashtirdi. Toshkentda yashadi odam 76-yilda 91 yoshida vafot bo'ldi. Ahmadjon Qosimiylarni aeroplan hodisi degan nomlar bilan bu suiqasd qilib, ularni yo'q qilib tashladi Stalin hukumati. Buning hamda nurg'un tarixiy shohidlar, shu vaqtdagi Abdurahim Mahsum davlatning bosh kotibi bo'lgan. Men shu kishi bilan 10-20 qatimlab suhbatlar o'tkazgan. Paranglashgan necha soatlik, 5-6 soatlik suhbat xotirasi turibdi. U kishi mana bu davlatning nomining Sharqiy Turkiston Jumhuriyati ekanligi, Ahmadjon Qosimiyning taqdiri, Ilhon To'ramning taqdiri, nima uchun betim o'tkazdik, nima uchun to'xtab qolishga majbur bo'ldik degan mana bularning hammasida tafsiliy javob bergan edi. U odam hamda o'zi bir haqiqiy musulmon, ikkinchi birisi yolg'on so'zlamaydigan, rostni rost so'zlaydigan bir odam. Shu odamning xotiralari turibdi. Men bu gaplarni shu odamning xotiralari bo'yicha da'vataman. Shu inqilobning yetakchilari, rahbarlari, generallar, komandirlar, Uyg'ur, qozoq va boshqa tatarlardan tortib, hech qaysi Ahmadjon Qosimiyning undaq o'zligidan o'lganligiga, Beijingga berib yig'in qatnashmoqchi bo'lganligiga hech kim ishonmaydi. Bular faqat Stalinning Mao bilan ikkisining birlashib qo'ygan bir siyosiy o'yinning qurboni, suiqasdi deb qaraydi. Shularning qarori bularmiz. Bu mening ham fikrim emas. Ammo davlatning nomi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati aniq bu. Bu deganlik islom diniga, islomni qo'shsa bu Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bo'lib, islom degan nom qo'shilmasa Jumhuriyat bo'lmaydigan ish yo'q. Bu o'xshash islomni qo'g'daydi, islom uchun kurash qiladi, din uchun kurash qildi, millat uchun kurash qildi. Shuningdek, Sharqiy Turkistondagi hamma xalqlarning Xitoydan ozod bo'lib, mushu davlatning rahbarligi ostida yashash uchun tang kurash qilgan. To'g'ri bir milliy siyosat yurgizganligi uchun ana shu O'rus, Xitoy emas bo'lgan Aşı Şive, Dağor, hatta Mongol bo'lib Mongollar ko'proq. Shulardan tortib hammasi Uyg'urlar bilan bir sap tutildi. Albatta Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklar, albatta Uyg'urlar bilan Turkiya qarindosh musulmon bir xalq, Tungallarmi shu Uyg'urlar bilan bir sap tutildi. 33lik Cumhuriyatda Tungallar, Majunning boshchiligida Tungallarning asosiy qismi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiga qarshi turgan bo'lsa, uni yo'qotishga harakat qilgan bo'lsa, 44-yilda Tungallar G'oljida Sharqiy Turkiston hukumatini qo'g'dash, qurish, uni oxirigacha mustahkamlash yo'lida ularni botirlik bilan jang qildi. Bu ham tarixning ahvoli shu, reallik bas shu. Shuni bu tarixni to'g'ri tushunish kerak. Ammo 33-yillik Jumhuriyatning ismi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati. Haqiqatan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining asosi qonunda, shu vaqtdagi qonunda nechiyada Sharqiy Turkiston Jumhuriyati deyilgan, nechiyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati deyilgan. Hatta Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Islom Jumhuriyatining e'lon qilingan 11-oyning 12-kundagi Sabit Damollamning hukumat bayonnomasida va boshqa hukumat programma e'lonlarining hammasida nechiyada hukumat deyilgan, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati deyilgan. Ammo Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining davlat gerbi tushirilgan belgilarda Sharqiy Turkiston Islomiy hukumati deyilgan. Pasportida masalan Cumhuriyet ve İslami Cumhuriyeti degan atalgılar teng qo'llanilgan 33'timi. Lekin o Cumhuriyetning Islom Cumhuriyeti ekanligi Qur'onni
qonun shu shariat bo'yicha bu ish elib boradigan bir davlat ekanligi, jumuriyat ekanligi, milliy jumuriyat ekanligi, ham Turkiyani bir model qilgan, shu vaqt Turkiya jumuriyatini model qilgan asosligi bir jumuriyat ekanligi rost u, aniq. Ammo 44-kisida har xil ahvollarga qarab turib, ular islom jumuriyati deganni rasmiy shaklda atamay, faqat Sharqiy Turkiston jumuriyati deb atagan. Buningda ham har xil sabab omillar bor. Bundaq deb atishidiki, 33 jumuriyatning islom jumuriyati deb atilishi bilan 44 jumuriyatning faqat Sharqiy Turkiston jumuriyati deb mundaq rasmiy shaklda atilishining ikkisining orasida ma'lum bir usul va boshqa jihatlarda farqlar bor. Lekin ikkilisi o'xshashlam Sharqiy Turkistonning ozodligi, mustaqilligi uchun kurash qilgan, ikkilisi Uyg'urlarni asos qilgan Sharqiy Turkiston xalqining qurgan mustaqil davlati. Qandaq shaklda bo'lsin, qandaq kuchga tayangan bo'lsin,